Bu yil mana olimpiada bo'ladi. O'sha olimpiadada oldingi olimpiada Rioda O'zbekiston birinchi o'rin olgan. Xudo xolasa mana shu kelajakda olimpiadada ham omad tilaymiz. Birinchi o'rinni olib, hammasi medal bilan kelishsin. Ko'proq oltin medal bo'lishsin. Bizning bayrog'imiz eng yuqoriga ko'tarilsin. Rahmat, Omad hammaga, hamma sportchilarga omad. Rahmat. Наши тренера настоящий. Botir aka, ему 9 75 лет будет. Да. Наш Botir aka настоящий тренер. Botir aka bilan mana necha yildan beri, 50 yildan beri birga biz, Xudoga shukr. Sog' bo'ling, mana 75 ga to'ladi. 9-yarman, 5 yosh. Instagramga gapiring. Rahmat, mana shuncha yil ishlar mana shu boks orqali shunaqa qilib sport odamni tarbiyaladi. Odam mana yomon yo'lga yurmay to'g'ri shug'ullanib, chakmi ichmi bolalarga nasihat qilib, ularni ham yaxshi inson bo'lib o'sib chiqishiga yordam berdi. Birpasda 50 yil o'tib ketdi, mana shu 50 yildan sportda yuraman bolalar bilan. Rahmat Botir aka. Aplodismenты. Давайте. Давайте. Mana soyuz paytida juda ham natija ko'rsatish juda qiyin edi. Botir akamni 69-yilda chempionat Sovetskiy Soyuzga tushib, yarim finalda Petикратный chempion Yevropa, finalist Olimpiyskiy igr Yevgeniy Frolov bilan tushganlarda 3-2 sudyalar berishgan. Baravar jang o'tkazganlar. Botir akamni Soyuz sbornida bo'lganda, u paytda jang tepaga chiqish qiyin edi. Botir akamlar mana shu tarixga kirib qolgan inson sportda. Vaqtimizga umringlar uzoq bo'lsin. Rahmat. Vaqtimizga. Наши заслуженные тренера.